Zaynab. Bir oydan beri usulni o'rganyapman, lekin umuman gap solmayapman. Buradan bir rus tilida gap tuzishda oson yo'q. Otaxon kesin yozib bir minutda o'rgataman. Rus tilida gap shabloni bo'yicha har doim birinchida ega keladi, keyin uni oldida har doim kesim keladi yoki fe'l, masalan, kimdir fe'l desa va undan keyin to'ldiruvchi keladi. To'ldiruvchi bu ni, ga, da, dan hamma shu qo'shimchalar. Keling o'zbek tilidan rus tiliga gapni o'girib misolda ko'rib chiqamiz. Masalan, men bankda ishlayman degan gapni, buning uchun o'zbek tilidagi gapdan birinchi egani rus tiliga o'girib olamiz. Ya'ni men ya bo'ldi. Endi esa fe'lni topamiz, chunki rus tilida ikkinchi bo'lib fe'l turardi yoki kesim. Ishlayman, ya'ni rus tilida работаю bo'ldi. Va undan keyin to'ldiruvchi keladi. To'ldiruvchi bizda bankda, ya'ni v banke degan so'z bo'lyapti. Demak, o'zbek tilidagi bilan rus tilidagi gaplarning farqi shundaki, o'zbek tilida fe'l kesimlar har doim gapni oxirida tursa, rus tilida ular doim ikkinchi o'rinda turadi. Farqi faqatgina shunda va любой gapni siz shu shablon bo'yicha endi tuza olasiz. Voy, shunaqa osonmi? Rahmat, Zaynab, tushunib oldim. Sariq sochli qiz. Blondinka, Sarışın, Jigarrang sochli. shatenka, kumral, Qora sochli. brunetka, esmer, Soqolli. бородатый, sakallı, Mo'ylovli. усатый, bıyıklı, Kal. лысый kel. Sizga qaysi turdagi qizlar? yoki qaysi turdagi bolalar yoqadi? Yozib qoldiring izohlarda. Menga, если что, бородатый bolalar yoqmaydi. Aa, neden? Nima uchun? Это Nima? Серьезно? же, ну, Aldami. haqiqat, это же противно. Не гигиенично для вас? Нет, это как-то просто tegilganda. Tegib ko'rgan. Bo'ldi, demayman, to'ydim. Deyishni rus tilida bilasizmi? Rus tilida to'ydim deyish uchun наесться fe'lini ishlatasiz. On наелся, она наелась, они наелись formalarida tuslanadi. Suvga to'yish esa rus tilida напиться bo'ladi. Tuslanishni esa xuddi shu shablon bo'yicha tuslaysiz. Kstati, Telegram kanalimda 14-15 dekabr kunlari 0 dan razgovorgacha nomli onlayn dars qilyapman. Bepul qatnashish uchun hoziroq izohlarda dars so'zini yozib qoldiring. Zaynab, sharmanda bo'ldim. Afzalxon, tinchlikmi? Bitta yigit bilan uchrashuvga chiqqandim. Polvasmova ko'rishamiz degandim. Borib sharmanda bo'lib turib qaytib keldim. Nechida bordim deding? 8:30da bordim. Polvasmova 7:30 degani yo'q, Afzalxon. U bola ham seni 7:30da kelib kutib ketgan. Pol yarim 8 bo'sh emasmi? Rus tilida har doim soatlarga bitta qo'shib aytiladi. Bu haqida videorolik ham joylab qo'yganman-ku maxsus Telegram kanalimga. Nima men har doim bunaqa darslarni o'tkazib yuboraman? Obuna bo'lsang o'tkazib yubormaysan. Izohlarda soat so'zini yoz, hozir maxsus link yuboraman. To'xtab tur, hozir men yigitim yozyapti. Keyin обязательно dars ko'rib chiqaman. Boshladik. So'kinish so'zlar rus tilida va ingliz tilida. Loser, pizza, moron, chort, crap, капец, down, обалдеть, oh my gosh, блин, shoot. Bu so'zlarni ishlatmanglar. Просто bizga obuna bo'linglar rus tili va ingliz tilini o'rganish uchun. Birinchi menga. Kalamizga. Полетела бы на космос deydi. Полетела бы на космос bo'lmaydi, полетела бы в космос bo'ladi. Kosmos ustiga bo'lmaydi-da. Va kosmos, na kosmos o'zi qaysi biri to'g'ri? Keling, bir daqiqa ichida sizga rus tilida v va na preдлогlarini qanday qilib to'g'ri ishlatishni tushuntirib beraman. Rus tilida ichi bor narsalarga va usti bor narsalarga na preдлогini ishlatamiz. Masalan, в сумку, на стол. Tomi bor joylarga har doim v preдлоги keladi. В школу, maktabga, maktabni tomi bor. Shahar, mamlakatlar bilan har doim v preдлоги ishlatiladi. В Toshkent, в Россию. Tomi yo'q, usti ochiq joylarga na preдлогini ishlatamiz. Masalan, на stadion, на улицу. Jarayonga doim na preдлоги ishlatiladi. Masalan, на урок, на работу. Tabiat bilan bog'liq joylarga na preдлогini ishlatamiz. На море, dengizga, на берег, sohilga. Va na preдлогlarini bundan-da batafsil yoritib bergan maxsus video darslikni Telegram kanalimga yuklab qo'ydim. Izohlarda preдлог so'zini yozib yuboring va men sizga kanal linkini yuboraman. Menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Men rus tili o'qituvchisiman.